Ya Rabbi inni as'aluka al-afwa. İbrahim aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa bitmas tuganmas hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga mukammal va batamom salovat va durudlar bo'lsin. Bo'lib o'tayotgan bu gap so'zlar o'sha vaqtdagi xudolik da'vosini qilgan podshohiga yetib borgan bo'lishi kerak. Shuning uchun u Ibrohim alayhissalomni munozaraga chorladilar. Ana shu mashhur munozara Baqara surasida quyidagicha vasf qilinadi. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrohim fi rabbih an ataahu Allohul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Baqara surasining 258-oyati. Ushbu oyati karima Ibrohim alayhissalom bilan u kishining davrlarida o'tgan bir hukmdor podshohning tortishuvini hikoya qiladi. Qur'oni Karim odatdagidek u podshohning ismini zikr qilmaydi. Chunki ibrat uning ismida emas, balki tasarrufidadir. Tortishuv Parvardigor olam haqida bo'lgan. U kofir podshoh gapiga qaraganda Allohning borligiga shubha qilmaydi, balki uning sifatlariga shubha qiladi. Ammo uni bunday tasarrufga olib kelgan narsa nima? Nima sababdan shunchalik darajada noqobil bo'lib, Allohning ulul azim payg'ambarlardan bo'lgan Ibrohim alayhissalom bilan Parvardigori olam haqida tortishdi ekan? Kofir bilan tortishuvda Ibrohim alayhissalom tiriltirish va o'ldirish Alloh taoloning ishi ekanini bejiz zikr qilmaganlar. Biz ojiz bandalar har lahzada tiriltirish va o'ldirish holatining guvohi bo'lib turamiz. Kimdir hayotga kirib keladi, kimdir hayotni tark etib o'limga duchor bo'ladi. Bu jarayon har lahzada takrorlanib turadi. Lekin hozirgacha hayotning va o'limning haqiqatini hech kim tushunib yetgani yo'q. Hayot asari borligini ko'rib, bu tirik deymiz. O'lim alomati zuhur etganini ko'rib, bu o'lik deymiz. Tiriltirish va o'ldirish faqat Alloh taologa bog'liq sifat. Bu sifatiga hech kim hech qanday darajada yaqin ham kela olmaydi. Shuning uchun ham Ibrohim alayhissalom ushbu sifatlarni aynan kofir podshoh bilan bo'lgan tortishuvda zikr qildilar. Bu gapni eshitgan kofir podshoh men tiriltiraman va o'ldiraman dedi. Podshohlik qilib o'z xalqi ustidan hokim bo'lib turgan odam iymonli, taqvodor bo'lmasa tug'yonga ketadi. O'zining aytgani bo'lib turganini ko'rgandan keyin haddidan oshadi. Fuqarolarga maosh berishga amr qilib, men rizq beryapman deb o'ylaydi. Birovga musibatida ko'mak bersa, uni men balodan saqlab qoldim deydi. Uning kofirligi borgan sari tug'yonga olib boraveradi. Oxiri hamma ish mening ixtiyorim bilan bo'ladi. Demak, tiriltirish va o'ldirish ham mening ixtiyorimda deyishgacha yetib boradi. Xudoning sifatlarini o'ziga nisbat beradi. Odatda bunday kishilar tug'yonga ketganlari sababidan oqilona gaplarga ham e'tibor bermay, o'zlarini oqillikda tengi yo'q hisoblab qoladilar. Ular faqat peshonalari to'qqillab qattiqroq narsaga urilgandagina bir oz o'zlariga keladilar. Quyoshning mashriqdan chiqib mag'ribga botishi doimo takrorlanib turadigan jarayondir. Davriy muddati 24 soatdir. E'tibor berilsa, bu hol ulkan mo'jizadir. Allohning cheksiz qudratiga dalildir. Alloh tomonidan joriy etilgan bu intizomni kim o'zgartira oladi? Allohning sifatlariga sheriklikni da'vo qilib, men tiriltiraman va o'ldiraman deb aytib, haddidan oshayotgan kofir podshohmi? Agar qo'lidan kelsa, da'vosi to'g'ri bo'lsa, mana taklif bo'ldi. Taklif qilingan narsani amalga oshirish qo'lidan kelmaydi.
jim qolishidan boshqa iloji yo'q. U nabakor ochiq oydin ishni tushunib yetmadi. Taslim bo'lib, iymon keltirish o'rniga kufr keltirib talashib tortishishdi. Adolat yo'lida yurmay, zulmni ixtiyor qildi. O'lim va hayotning sir asrori haqida so'z ketib turganda, shu ma'noni ta'kidlash uchun yana boshqa bir qissa keltiriladi. U zotning butlarni parchalashlari. Butlar haqidagi tortishuvlardan biridan so'ng Ibrohim alayhissalom butlarni parchalash haqidagi niyatlarini amalga oshirishga qaror qildilar. Ibrohim alayhissalom nobakor qavmning dodini berish, butlarning qo'lidan hech vaqo kelmasligini amalda isbot qilish maqsadida boshqacha tasarruf qilishga o'tdilar. Bu tasarrufni As-Saffot surasi quyidagicha vasf qiladi. Bas, u yulduzlarga bir nazar soldi va albatta men bemorman dedi. As-Saffot surasining 88-89 oyatlari. Tafsirchi ulamolarimiz keltirishlaricha Ibrohim alayhissalomning qavmida ma'lum va mashhur bayramlar bo'lgan. Ba'zi tafsirchilar mushriklarning bu bayramini Neyroz yoki Navruz bo'lsa kerak deydilar. Ular o'sha bayramlarida bog'larga, saylgohlarga, o'yin-kulgi va kayf-u safoga chiqishar edi. Chiqishdan oldin esa soxta xudolari huzuriga turli meva-chevalar qoldirib ketishardi. O'yin-kulgi va kayf-u safodan keyin kelib o'sha taomlarni muborak taom sifatida qaytarib olishardi. Nobakor qavmning to'g'ri yo'lga yurishidan umidi uzilganidan keyin Ibrohim alayhissalom o'zlaricha bir reja tuzib, mazkur bayram kunini kutdi. U zot o'z qavmidan ko'rgan nobakorlik, sarkashliklar oqibatida yuraklari juda siqilgan, huzur halovatlarini yo'qotgan qavmlari uchun qayg'urib noqulay holatga tushib qolgandi. Bayramga otlanib chiqqan qavm a'zolari Ibrohim alayhissalom huzurlariga kelib, u kishini o'zlari bilan bayramga chiqishlarini so'rashdi. Shunda haligi odamlarga javob berishdan oldin xuddi ibodatxonadagi boshqa odamlar kabi osmonga o'ziga xos bir nazar soldi. Bu holatlari suhbatdoshlarida u osmondagi yulduzlardan biror narsani bilib oldi shekilli degan gumon paydo qilishi mumkin edi. Yuragi siqilaverib, noqulay holatga tushib qolganini aytdi. Qavmiga kuyaverib, qalbi dardga to'lganini bildirdi. Shoshilib turgan odamlar bu gapdan keyin darhol Ibrohim alayhissalomni qoldirib, yo'llarida davom etishdi. Ular ketishganidan so'ng Ibrohim alayhissalom oldilari taomga to'la soxta xudolar bilan ibodatxonada yolg'iz o'zlari qoldilar. Ibrohim alayhissalom darhol mushriklarning ibodatxonasidagi but va sanamlarga qarab, ularning oldidagi odamlar qo'ygan taomlarni ko'rsatib, "Qani yemaysizlarmi?" dedilar. Bunday deyishi o'sha soxta xudolar va ularni xudo deb yurgan johil mushriklar ustidan istihzo edi. Oldida qo'yilgan taomni his qila olmaydigan but va sanamni xudo deb unga sig'inish, iltijo qilish, undan yordam so'rab, mag'firat kutish insoniyat uchun, inson aqli uchun uyat bir narsadir. Ibrohim alayhissalomning gapiga but va sanamlar lom-mim deya olmay turaverdilar. Ibrohim alayhissalom so'zlarida davom etib, "Sizga nima bo'ldi? Gapirmaysizlar?" dedi. "Ey xudolar, sizga nima bo'ldi o'zi? Jim turibsiz, savol bersa ham javob bermaysizlar." Ibrohim alayhissalom but va sanamlarga yaqinlashib, ularni o'ng qo'lidagi bolta bilan urib sindira boshladi. Bas, ularni parcha-parcha qilib tashladi. Magar eng kattasini shoyatki unga qaytsalar deb qoldirdi. Anbiyo surasining 58-oyati. Ibrohim alayhissalom hamma butlarni parcha-parcha qilib tashladilar va eng katta butga tegmasdan qoldirib qo'ydilar. Bu xabarni eshitgan qavm mushriklar Ibrohim alayhissalom tomon shoshib-pishib, tezroq borish uchun bir-birlarini turtishib, surishib yetib kelishdi. Qavm bayramdan qaytib kelib, butlarni parchalangan holda ko'rib, dahshatga tushdi va bu savolga javob izlay boshladilar. Ana o'shandagina xudolari haqida ularga yoqmaydigan gap aytib yurgan Ibrohim ismli yigit eslariga keldi. Xudolarimizni yomonlik ila eslab yurgan bir yigit haqida eshitgan edik. Uning ismi Ibrohim edi. Ehtimol bu ishni o'sha Ibrohim qilgandir deyishdi. Mushriklar xudolarni sindirgan shaxsning adabini berib qo'yishga qaror qildilar. Ular bu jazo chorasining boshqa odamlar ko'zi oldida bo'lishini afzal ko'rdilar.
Shoyatki boshqalar ko'rib, ibrat olib, bundan keyin hech kim xudolarimizga qo'l tekkizmasa deb o'yladilar. Va nihoyat Ibrohim alayhissalomni odamlar qoshiga keltirib so'roq qila boshladilar. Xudolarimizni parcha-parcha qilib tashlagan senmisan? dedilar. Ularning bu savoliga javoban Ibrohim alayhissalom, yo'q, bu ishni o'sha xudolaringizning kattasi qildi. Hamma kichik xudolarni sindirib tashlab, o'zi butun qoldi. Agar menga ishonmasangizlar, gapiradigan bo'lsalar, ularning o'zlaridan so'rab ko'ringlar dedilar. Ibrohim alayhissalomning bu gaplarida har qanday johilning ham xushni joyiga keltiradigan haqiqat bor edi. Butlar xudo bo'lsa, qanday qilib parcha-parcha bo'lib ketadilar? Qanday qilib o'zlarini kim sindirganini aytib bera olmaydilar? Ey mushriklar, sizlar butlarga xudo deb sig'inmoqdasizlar. Lekin parchalanib ketadigan narsa xudo bo'la oladimi? O'zini kim sindirganini aytib bera olmaydigan narsa xudo bo'la oladimi? Ibrohim alayhissalomning bu gaplari mushrik qavmiga ta'sir qildi. Ibrohim alayhissalomning mantiqli savollaridan keyin mushriklar o'zlariga keldilar. Hech narsa qo'lidan kelmaydigan butlarni xudo deb yurganlari noto'g'ri ekanligini tushundilar va bir-birlariga haqiqiy Alloh haqqiga zulm qilib, o'zingiz yasab olgan butlarni xudo deb yuribsiz dedilar. Aqli joyida odam mushrik bo'larmidi? Aqli kirganda haqiqatni tan olishdi. Aqli ketib, yana eski hollariga qaytdilar va Ibrohim alayhissalomga hujumni davom ettirdilar. Shu tarzda Ibrohim alayhissalomga osilib ketishdi. Sen xudolarimizning gapirmasligini oldindan bilar eding. Yana nimaga bizlarga agar ular gapiradigan bo'lsalar, o'zlaridan so'ranglar deyapsan deb do'q urishdi. Shunda Ibrohim alayhissalom ham ochiqchasiga o'tdilar. O'ylab ko'rmaysizlarmi? Bularning nimasiga sig'inyapsiz o'zi? Bular sizga foyda ham bermasa, ziyon ham yetkaza olmasa, nima uchun foyda beradigan, ziyon yetkaza oladigan Allohni qo'yib, bularga topinmoqdasizlar? Sizga ham suf. Allohni qo'yib ibodatini qilayotgan xudolaringizga ham suf. Aql yuritib ko'rmaysizlarmi? Aql va mantiq bobida mag'lubiyatga uchragan mushrik qavm odatdagidek o'z raqibini jismoniy yo'q qilish yo'liga o'tdilar. Mushriklar bir-birlariga Ibrohimni kuydirib xudolaringizga yordam beringlar. Ibrohimni kuydirib yuborishingiz xudolaringizga haqiqiy yordam bo'ladi dedilar. Lekin ular gaplarida katta nuqson borligini, bu talablari xudolarining soxta ekanini isbot etishini o'ylab ko'rishmas edi. Bandasining yordamiga muhtoj xudo qanday qilib xudo bo'lishi mumkinligi ustida fikr yuritishmas edi. Nobakor qavm Ibrohim alayhissalomning yuqoridagi gaplaridan to'g'ri xulosa chiqarib olmadi. Kofirlarning doimiy odatlari bo'yicha aqliy va mantiqiy bahsda yengilganlaridan keyin kuch ishlatishga o'tishdi. Jinoyatchi mushrik qavm bir-birlariga Ibrohimni jazolash uchun katta gulxan yoqadigan joy quringlar. Unga olov yoqib, Ibrohimni gulxanga otinglar deyishdi. Xullas, mushriklar katta gulxan yoqib, Ibrohim alayhissalomni o'sha gulxanga otdilar. Biz, ey olov, sen Ibrohimga salqin va salomatlik bo'l dedik. Anbiyo surasining 69-oyati. Olov Ibrohim alayhissalomga salqin bo'ldi, salomatlik bo'ldi va unga hech qanday ozor yoki zarar yetmadi. Aslida Alloh taolo olovga kuydirish xususiyatini bergan. Yonishga qobiliyatli narsaga qachon olov tegsa yonadi. Buni ko'rgan odamlar olov falon narsani yondirdi derlar. Aslida olov bir sabab, haqiqatda esa Alloh yondirgan bo'ladi. Chunki bu dunyoda hamma narsa Allohning amri ila bo'ladi. Agar yondirish olovning ishi bo'lsa, hamma narsani yondirishi kerak edi. Lekin ko'pgina narsalarga olov tegsa ham yonmaydi. Shuningdek, yonishga layoqatli ayrim narsalar ham Alloh xohlamasa yonmay qoladi. Bunday g'ayritabiiy holatlar odamlarda olov yondiradi degan noto'g'ri fikr o'rnida olov Alloh xohlasa yondiradi degan to'g'ri tushuncha bo'lishi uchun paydo qilinadi. Odatda olov odamni ham yondiradi. Shu bois mushriklar Ibrohimni olovga tashlasak yonib ketadi, undan qutulamiz deb o'ylab, u kishini olovga otdilar. Lekin olovga yondirish xususiyatini bergan zot unga: "Ey olov, sen Ibrohimga salqin va salomatlik bo'l" deb amr etdi.
Shunda olovning kuydirish xususiyati yo'qolib, o'rniga salqinlik xususiyati keldi. Olov Ibrohim alayhissalom uchun nafaqat salqinlik, balki salomatlik ham bo'ldi. Agar olov faqat salqinlik bo'lib qolsa, u kishiga boshqa ozor yetishi mumkin edi. Lekin Allohning amri ila ham salqinlik, ham salomatlik bo'ldi. Hech bir zarar yetmadi. Ular unga yomonlik iroda qilgan edilar. Biz ularni eng ziyonkorlar qilib qo'ydik. Anbiyo surasining 70-oyati. Mushriklar Ibrohimga yomonlikni iroda qilib, uni olovda kuydirib yubormoqchi bo'lgan edilar. Biz Ibrohimni saqlab qoldik, mushriklarni esa ziyonga uchratdik. Ularni mislsiz azobga duchor qildik. Sizlardan voz kechishni xohladi. Faqat Alloh bilan qolish, faqat Allohdangina yordam so'rash va faqat Alloh aytganidek yashashni ixtiyor qildi. Shuning uchun ham ishonch bilan Alloh o'zi meni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Ikki dunyo saodatiga eltuvchi yo'lga boshlaydi, dedi. Qatoda roziyallohu anhuning aytishlaricha, Ibrohim alayhissalom haloyiqlardan birinchi bo'lib Bibi Sora bilan Shom yerlariga hijrat qilgan zotdirlar. Shunday qilib hijrat yuzaga keldi. Bir holatdan ikkinchi boshqa bir holatga ajrab chiqildi. Turli tuman aloqalar va bog'lanishlar butunlay tark etilib, ulardan ajrab faqat bitta aloqa, bitta bog'lanish, ya'ni Alloh taolo bilan aloqa va bog'lanish qoldi. Shu paytgacha Ibrohim alayhissalom farzand ko'rmagan edi. Hijrat yolg'izligida Allohdan farzand so'radi. Yoshi bir joyga borib qolgan, begona yurtlarda muhojir bo'lib yurgan befarzand odam uchun juda buyuk bir xushxabar edi bu. Uzoq davom etgan farzandsizlikdan keyin farzandli bo'lish qanchalik baxt. Uzoq davom etgan farzandsizlikdan so'ngra ayniqsa o'g'illik bo'lish qanchalik baxt. U o'g'ilning halim bo'lishi qanchalik baxt. Bu farzand Ismoil edi. Ammo o'sha halim o'g'il dunyoga kelguncha hali oldinda anchagina ishlar, sarguzashtlar bor edi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Ibrohim payg'ambar alayhissalom hech yolg'on gapirmagan, faqat 3 ta kizib bo'lgan. Ikkitasi Allohning zotida men bemorman degan gapi va yo'q, buni manavi ularning kattasi qildi degan gapi. Bittasi Sora haqida. Bas, u kishi bir jabborning yeriga bordi. U zot bilan Sora ham bor edi. Sora odamlarning go'zali edi. U zot unga, albatta mana bu jabbor seni mening xotinim ekanligingni bilsa, sen uchun mendan ustun bo'ladi. Shuning uchun agar sendan so'rab qolsa, mening singlim ekanligingni aytgin. Albatta sen mening islomdagi singlimsan. Albatta men yer yuzida men va sendan boshqa musulmon borligini bilmayman, dedi. Ular o'sha yerga kirganlarida uni jabborning ahlidan ba'zilari ko'rib qolib, uning oldiga borib, sening yeringga bir ayol keldi. U sendan o'zgaga munosib emas, dedi. U odam yubordi. Uni olib kelishdi. Ibrohim alayhissalom esa namozga turdi. Sora uning oldiga kirganda jabbor o'zini tuta olmay qo'lini unga uzatdi. Bas, qo'li qattiq tirishib qoldi. Shunda Soraga, Allohga duo qil, qo'limni qo'yib yuborsin, senga zarar yetkazmayman, dedi. U aytganini qildi. Jabbor yana yomonlikka qaytdi. Yana qo'li avvalgidan ham qattiqroq tirishib qoldi. Unga yana avvalgi gapini qaytardi. U aytganini qildi. Jabbor yana yomonlikka qaytdi. Shunda unga, Allohga duo qil, qo'limni qo'yib yuborsin, Allohga qasam, senga zarar yetkazmayman, dedi. Sora aytganini qildi. Bas, uning qo'li bo'shadi. Uni olib kelganni chaqirib, sen menga shaytonni olib kelibsan, odamni olib kelmabsan, uni mening yerimdan chiqarib yubor, unga Hojarni ber, dedi. Ibrohim alayhissalom uni ko'rib namozni bitirdi va nima gap, dedi. Yaxshilik, Alloh fojirning qo'lini tiydi, xizmatchi ham berdi, dedi. Abu Hurayra, ana o'sha sizning onangiz bo'ladi, ey osmon suv farzandlari, dedi. Muslim va Buxoriy rivoyat qilgan. Endi esa ushbu hadisga sharh berib o'tamiz. Ushbu hadisi sharifdagi jabborning yeridan murod Misr. Ibrohim alayhissalom Bibi Sora bilan Misrga hijrat qilgan vaqtlarda u yerga zolim bir shaxs podshohlik qilar edi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning
faqat 3 ta yolg'on bo'lgan. Ikkitasi Allohning zotida. Men bemorman degan gapi va yo'q buni manavi ularning kattasi qildi degan gapi. Bittasi Sora haqida degan gaplardan zinhor va zinhor Ibrohim alayhissalom umrlarida 3 marta yolg'on gapirgan ekanlar degan fikr kelib chiqmasligi kerak. Bu yerdagi yolg'onda sirtdan yolg'on bo'lib ko'ringan. Aslida boshqa tarafga burib yuborsa bo'ladigan gaplar ko'zda tutilgan. Esimizda bo'lsa, Ibrohim alayhissalom men bemorman degan gapi mushriklar u kishini bayramga birga borishga taklif qilganlarida aytgan va sirtda jismoniy bemorlik tushunilsa ham aslida ruhiy qiyin holatni ko'zda tutilgan edi. Yo'q, buni manavi ularning kattasi qildi degan gapni esa parchalanib yotgan butlarni ko'rgan butparast qavm bizning olihalarimizni kim bundoq qildi deganlarda aytgan edilar. Unda agar bularni Xudo degan gapingiz to'g'ri bo'lsa, buni manavi ularning kattasi qildi degan ma'no bor edi. Albatta, bu yomon gunoh ma'nodagi yolg'on doirasiga kirmasligi hammaga ma'lum. Sora haqidagi yolg'onning nima ekanligi ushbu rivoyatning o'zida bayon qilib berilmoqda. Bas, u kishi bir jabborning yeriga bordi. U zot bilan Sora ham bor edi. Sora odamlarning go'zali edi. U zot unga, albatta mana bu jabbor seni mening xotinim ekanligingni bilsa, sen uchun mendan ustun bo'ladi. Shuning uchun agar sendan so'rab qolsa, mening singlim ekanligingni aytgan. Albatta sen mening islomdagi singlimsan. Albatta men yer yuzida men va sendan boshqa musulmon borligini bilmayman dedi. Demak bu yerda sirtdan nasab bo'yicha singillik bo'lib ko'rinsa ham, aslida din qordoshligi ko'zda tutilgan. Bu ham albatta yolg'onga kirmaydi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan ana o'sha sizning onangiz bo'ladi ey osmon suv farzandlari degan so'zlari arablarga qaratilgandir. Arablarning nasablari ma'lum bo'lgandan shundoq deyilar ekan. Qissaning davomi shuki, Bibi Sora zolim podshoh o'zlariga sovg'a qilgan cho'ri Hojarni erlari Ibrohim alayhissalomga sovg'a qildilar. U kishi o'zlarining tug'masliklarini bir oz bo'lsa ham esdan chiqarish uchun erlari boshqa ayol bilan ham turmush qilib ko'rishni o'ylagan bo'lsalar ajab emas. Bibi Hojar homilador bo'lib Ismoilni tug'dilar. O'sha vaqtda Ibrohim alayhissalom 86 yoshda ekanlar. Alloh taolo iroda qilgan hikmatga binoan Bibi Soraning rashklari qo'zidi. Ish oxiri borib Bibi Hojarni go'dagi bilan boshqa tomonga olib borib qo'yishga kelishildi. Giyohsiz vodiyga zurriyotni joylashtirish. Ibrohim alayhissalom yo'l yursalar ham mo'l yurib, hozirgi Ka'ba muazzamaning o'rniga Bibi Hojar bilan go'dak Ismoilni qoldirib, ortlariga qaytdilar. Ma'lum bir joyga yetib, u kishi ona bolani ko'radigan, ular esa u zotni ko'rmaydigan joyda turib, Alloh taologa iltijo ila quyidagi duoni qildilar. Ey Robbimiz, haqiqatda men o'z zurriyotimdan sening Baytul Haroming yoniga giyohsiz vodiyga joylashtirdim. Ey Robbimiz, namozni to'kis ado etishlari uchun bas o'zing odamlardan ba'zilarining qalblarini ularga talpinadigan qilgin va ularni mevalardan rizqlantirgin. Shoyat shukr qilsalar. Ibrohim surasining 37-oyati. Ibrohim alayhissalom o'z zurriyotidan bo'lmish Ismoil alayhissalomni Allohning Baytul Haromi yoniga o'simliksiz vodiyga joylashtirishning bosh sababini namoz demoqdalar. Ibrohim alayhissalom Allohga ibodat qilishlari, namozni to'kis ado etishlari uchun zurriyotlaridan ba'zini mashaqqatlarga to'la, suvsiz, giyohsiz issiq cho'lning o'rtasiga joylashtirdilar. Odatda odamlar giyohsiz cho'llarga borishni istamaydilar. U yerdagi mashaqqatlardan qo'rqadilar. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning bu duolarini qabul etdi. Mazkur yurtni Haram-i Sharifni omonlik yurti qilib qo'ydi. Uning omonligiga tahdid soladiganlarni halok qildi. U yerdagilar Allohga ibodatni to'g'ri qilib, namozni to'kis ado etganlarida omonlikka qo'shib to'qchilikni ham berdi. Musulmon bo'lgan odamlar qalbini o'sha tomonga talpinib turadigan etib qo'ydi. U joyni-yu aholisini yerlarda hech narsa o'smasligiga qaramasdan turli mevalar bilan rizqlantirib qo'ydi. Ibrohim alayhissalom har zamonda kelib, oilalaridan xabar olib turdilar. Ismoil ham o'sib, ulg'ayib bordi. Keyin nima bo'lganini As-Safot surasining
quyidagi oyatlardan bilib olamiz. Qurbonlik qilish. Bas, qachonki uning o'zi bilan birga yuradigan bo'lganida, ey o'g'ilcham, men tushimda seni so'yayotganimni ko'rmoqdaman. Boqib ko'r, nima dersan, dedi. U, ey otajon, senga amr etilganini bajar. Inshaalloh meni sabr qiluvchilardan topursan, dedi. As-Saffot surasining 102-oyati. Bu oyati karimadagi ota-bola o'rtasidagi birgina savol va birgina javob insoniyat tarixida Alloh yo'lida ko'rsatilgan fidokorlikning eng yuksak namunalaridan biridir. Alloh taologa nisbatan odobning eng yuqori cho'qqisi sanaladi. Alloh taoloning yo'lida hech narsani ayamaslikning eng yuksak namunasidir. Umr bo'yi johil, mushrik, Allohni tan olmagan nobakor bir qavm bilan janjallashib o'tgan, ular tomonidan turli jafolar chekkan, hatto katta gulxanga otilgan qari bir odam edi Ibrohim. Noiloj qolib, vatanini, elini, xalqini, yaqinlarini, uy-joyini, barcha manfaatlarini tark etib, boshqa yurtga yolg'izlikka hijrat qilgan bir odam edi Ibrohim. Yoshi ulg'ayib, farzand ko'rishdan umidi uzilgan bir paytda Alloh taolo unga halim bir o'g'il berdi. Ibrohim alayhissalom o'g'lini ko'z qorachig'idek avaylab asrab o'stirdi. Farzand ota-onasining ko'z quvonchi bo'lib o'sib bordi. Ota bolasini ko'rib quvonar edi. Yolg'iz o'g'il Ibrohim alayhissalom bilan birga yuradigan bo'lib, otasining yoniga kirgan chog'da tafsirchi ulamolar aytishlaricha 13 yoshga to'lganida ota bolasiga qarab, ey o'g'ilcham, men tushimda seni so'yayotganimni ko'rmoqdaman. Boqib ko'r, nima dersan, dedi. Keksayib qolganda ko'rgan jigarbandini otaning o'zi so'ymoqchi, Allohning yo'lida so'ymoqchi. Tushida shuni ko'ribdi. Ota tushini Allohning amri deb qabul qildi. Chunki payg'ambarlarning tushi vahiydir. Bir marta emas, bir necha bor ko'ribdi. Shuning uchun ham jigarbandiga seni so'yayotganimni ko'rmoqdaman, dedi. Ko'rdim demadi. Bu ish Alloh uchun hijrat qilgan odamga katta sinov edi. Umr bo'yi din va diyonat yo'lida turli sinovlardan o'tib kelgan shaxsga yana bir bor ulkan sinov ro'baro bo'ldi. Qaraganida topgan gulday jigar go'shasini endigina yoniga kirib, o'zi bilan birga yuradigan bo'lganda, o'z qo'li bilan so'yish kerak edi. Mo'min, muxlis banda Ibrohim alayhissalom bu ishni o'ziga xos bosiqlik, xotirjamlik va ishonch bilan qabul qilib oldi. Ikkilanmadi. Qanday bo'lar ekan deb o'ylab o'tirmadi. Qutulish uchun boshqa chora izlamadi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni bor edi. So'yilishi lozim bo'lgan qurbonlik ham odam edi. Joni bor, qoni bor, esi hushi, aqli bor edi. Ibrohim alayhissalom farzandidagi shu jihatlarni hisobga olib, Ismoilning bu ishga qanchalik tayyorligini sinab, unga maslahat soldi. Ey o'g'ilcham, men tushimda seni so'yayotganimni ko'rmoqdaman. Boqib ko'r, nima dersan, dedi. Ha, bu nafaqat otaning o'ziga, balki bolasiga ham sinov edi. Ota uzoq umri davomida ko'pgina sinovlardan o'tgan, o'g'il esa endi birinchi bor jiddiy sinovga ro'baro bo'layotgan edi. Shu bilan birga o'g'il Alloh taolo u tug'ilishidan oldin xabar berib qo'yganidek halim o'g'il edi. Har qanday og'irlikni ham chidam bilan qarshi olishga tayyor farzand edi. Shunday bo'ldi ham. Ey otajon, senga meni so'yish amr qilingan bo'lsa, meni so'y. Bolajonimni so'ysam, u nima qilar ekan deb o'ylab o'tirma. Men Alloh xohlasa sabr etaman. Sabr qiluvchi bandalardan bo'lishga harakat qilaman, dedi. Naqadar buyuk jasorat, naqadar ulkan odob, naqadar Allohning amriga ajoyib itoat. Ikkovlarni taslim bo'lib, uni peshonasicha yotqizganida biz unga nido qildik. Ey Ibrohim, batahqiq sen tushni tasdiq qilding. Albatta, biz go'zal ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz. As-Saffot surasining 103-105 oyatlari. Ota-bola quruq gap bilangina kifoyalanmadilar. Fidokorliklarini og'zidagina bajarmadilar, amalga o'tdilar. Ota-bola Allohning amriga bo'ysunib, itoat qilib
amrni ado etishga tayyor ekanliklarini tilda aytganlaridan so'ng uni amalga oshirishga o'tdilar va ota so'yish vaqtida ko'zga tushmasin deb bolajonini yerga qaratib yotqizib, uni so'yishga shaylanib, bo'yniga pichoq tortayotgan bir paytda sen tushingda ko'rgan amrni tasdiqlab amalga oshirding. Allohning amriga taslim bo'lib, bolangni so'yishga jazm qilding. Amrdan ko'zlangan maqsad hosil bo'ldi. U ham bo'lsa, bandalarning tamomila Allohga taslim bo'lishlari edi. Har bir ishda Allohning amriga itoat etishlari, faqat uning roziligini ko'zlab ish qilishlari edi. Ana o'sha maqsad amalga oshdi. Allohga bandalarning joni kerak emas. Allohga bandalarning qoni ham kerak emas. Alloh taolo payg'ambari Ibrohim alayhissalomga nido qilib dediki: "Ey Ibrohim, biz doimo go'zal ish qilgan bandalarimizni senga o'xshatib mukofotlaymiz. Ularni turli sinovlar uchun tanlab olishimiz ham mukofotdir. Chunki shu sinovlar orqali ular ajr savoblarga, oliy martabalarga erishadilar. Bundan ortiq mukofot bormi? Seni ham, o'g'lingni ham qurbonlik uchun so'yish orqali sinovga duchor qildik. Yuzaki qaraganda bu sinov balo, ofat va musibat bo'lib ko'rinadi. Ammo aslida esa mukofotdir. Oliy maqomlarga erishish omilidir. Shu sinov bo'lmaganida sen qiyomatgacha fidokorlik timsoli bo'lib qolmas eding. Hammaga o'rnak bo'lmas eding. Ilohiy kitoblarda zikr qilinmas eding. Noming ibodatlarda tilovat etilmas edi. Albatta, bu ochiq oydin sinovning ayni o'zidir. As-Saffot surasining 106-oyati. Ya'ni Ibrohimga o'g'lini qurbonlikka so'yish amri ochiq oydin sinovning ayni o'zidir. Boshqa narsa emasdir. Bu sinovdan u yaxshi o'tdi. Uning o'g'li salomat qoldi. Biz uning o'rniga katta qurbonlik fido qildik. As-Saffot surasining 107-oyati. Ya'ni biz Ismoilning o'rniga jannatdan chiqarilgan katta bir qurbonlikni fido qildik. Ibrohim qurbonlik uchun bolasini so'yishga tayyorligini bildirdi. Uni yotqizib, bo'yniga pichoq tiradi. Ammo Allohning maqsadi Ismoilning qonini oqizish bo'lmagani uchun pichoq o'tmadi. Shunda Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga yuqoridagi nidoni qildi va Ismoil alayhissalomning o'rniga so'yish uchun jannatdan katta bir qo'chqorni ato etdi. Ibrohim alayhissalom o'sha qo'chqorni qurbonlikka so'ydi. Bu ishlar Minoda, hozir musulmon hojilar qurbonlik so'yadigan joyda bo'lib o'tdi. Insoniyat tarixidagi o'sha buyuk fidokorlik hodisasi har yil takrorlanadigan ibodatga aylandi. Har yili musulmonlar dunyoning turli tomonlaridan kelib bu qissani yodga oladilar. Bu ulug' fidokorlik qissasini o'zlari qaytadan yashaydilar. Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalomdek Allohning yo'lida har qanday qurbon berishga tayyor ekanliklarini tillari, dillari va amallari bilan izhor etadilar. Fidokorlik alomati sifatida qurbonliklar so'yadilar. Bu harakatlari bilan iymon bayrog'ini yanada yuqori ko'taradilar. Allohga bo'lgan itoatlarining eng go'zal tomonlarini namoyon qiladilar. Allohga taslim bo'lishni tajribalaridan o'tkazadilar. Shu bilan birga Alloh taolo yana aytadiki: "Va keyingilar ichida uning uchun olqishlar qoldirdik." As-Saffot surasining 108-oyati. Dunyo turguncha keladigan avlodlar uni maqtab olqishlab o'tadigan qilib qo'ydik. Ibrohimga salom bo'lsin. As-Saffot surasining 109-oyati. Ibrohim alayhissalomga Alloh salom aytmoqda. Salomini qiyomatgacha boqiy mo'jizasi Qur'oni Karim orqali e'lon qilinmoqda. Bu hol Zot alayhissalomning qadrlari naqadar yuksakligini yana bir bor ko'rsatadi. Baytullohning qurilishi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga va u kishining solih amalli zurriyotlariga imomlik va'da qilganligini avval o'rgangan edik. O'sha imomlikning ko'rinishlaridan biri Baytullohni qurish va unga tegishli ishlar bo'ldi. Imom Buxoriy Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilgan uzun qissada jumladan shu iboralar ham bor. Ibrohim: "Ey Ismoil, Alloh menga bir ish buyurdi", dedi. Ismoil: "Robbingiz buyurgan ishni ado eting", dedi.
"Sen yordam berasanmi?" dedi. "Yordam beraman" dedi. "Alloh menga mana shu yerga uy qurishni buyurdi" deb kichik tepalik va uning atrofini ko'rsatdi. Ana o'shanda Baytullohning poydevorini ko'tara boshladilar. O'g'il tosh tashirdilar, ota qurardilar. Baqara surasida bu jarayon quyidagicha yoritiladi. Ibrohim bilan Ismoil: "Ey Robbimiz, bizdan qabul et. Albatta, sening o'zing eshituvchi, biluvchi zotsan" deb baytning poydevorlarini ko'tarayotganini esla. Robbimiz ikkovimizni o'zingga musulmon bo'lganlardan qil va zurriyotimizdan ham o'zingga musulmon ummat qil. Bizga ibodatlarimizni ko'rsat, tavbamizni qabul et. Albatta, sening o'zing tavbalarni ko'plab qabul etuvchi, rahimli zotsan. Robbimiz ularga o'zlarining ichidan ularga oyatlaringni tilovat qilib beradigan, kitobni va hikmatni o'rgatadigan, ularni poklaydigan payg'ambar yubor. Albatta, sening o'zing aziz va hikmatli zotsan. Baqara surasining 127-129 oyatlari. Yuqoridagi oyatlar Baytullohning qurilish jarayonini jonlantirib ko'z oldimizga olib keladi. Ota-bola payg'ambarlar Alloh taoloning amriga bo'ysunib, darhol ish boshladilar. Qalblari to'la taqvo ila: "Ey Robbimiz, bizdan qabul et. Albatta, sening o'zing eshituvchi, biluvchi zotsan" deb iltijo aylab duo qildilar. Bu juda ulkan maqomdir. Salafiy solihlardan Vuhayb ibn al-Vard rahmatullohi alayhi ushbu oyatni o'qiganlarida yig'lab turib: "Ey Rohmanning halili, Rohmanning baytining poydevorlarini ko'tarib turibsan-u, yana qabul bo'lmay qolarmikan deb qo'rqyapsanmi?" degan ekanlar. Ulkan qalblar yetishgan shaxslar ana shunday hassos bo'ladilar. Ibrohim va Ismoil alayhissalom Baytullohni qurar ekanlar. Fursatni qulay bilib, ko'ngillaridagi boshqa duolarni ham qilib oldilar. Robbimiz ikkovimizni senga musulmon bo'lganlardan qil. O'zlari musulmon bo'la turib, yana shu duoni qilyaptilar. Hidoyatda bardavom bo'lish uchun Allohdan yordam umidi, butun borlig'i ila Allohga taslim bo'lishdan ajramaslik umidi va ular shu bilan birga o'zlariga nasib bo'lgan iymon ne'matidan zurriyotlari ham bahramand bo'lishni tilamoqdalar va zurriyotimizdan ham o'zingga musulmon ummat qil demoqdalar. Aqida ishi muhim ish. U mo'min inson uchun eng ahamiyatli masaladir. Shuning uchun avvalgi oyatlarda ahli haramga rizq so'ragan ota-bola payg'ambarlar endi zurriyotlariga Allohdan iymon, islom so'ramoqdalar. Ular yana Allohdan bizga ibodatlarimizni ko'rsat, tavbamizni qabul et deb so'rayaptilar. Albatta, sening o'zing tavbalarni ko'plab qabul etuvchi, rahimli zotsan. 3-oyatda Ibrohim va Ismoil alayhissalom Alloh taolo tomonidan katta ne'mat zurriyotlariga o'z ichlaridan payg'ambar yuborishni so'ramoqdalar. O'sha payg'ambar ularga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradi. Kitobni, ya'ni Allohning kitobini o'rgatadi. O'qishni, ma'nolarini, unga amal qilishni va unga taalluqli boshqa narsalarni o'rgatadi. Hikmatni ham o'rgatadi. Hikmatning ma'nosi har bir narsani o'z joyiga qo'yish demakdir. Ulamolarimiz hikmatdan murod payg'ambar alayhissalomning sunnatlari deganlar. Mazkur payg'ambarning vazifalaridan biri ularni poklashdir. Ya'ni shirk, kufr va yomon odatlardan poklashdir. Alloh taolo Ibrohim va Ismoil alayhissalomning duolarini ko'p asrlardan so'ng istijobat qilib Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. U kishi Ibrohim va Ismoil alayhissalomning zurriyotlaridan bo'lib, duodagi barcha sifatlar u kishida mujassam. Chin dildan qilingan duo albatta qabul bo'ladi. Lekin qabul qiluvchi zot qachon xohlasa, o'shanda qabul qiladi. Odamlar buni tushunmay shoshiladi, noumid bo'ladi xolos. Hajning boshlanishi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga faqat Baytullohni qurish sharafinigina bermadi, balki uni qurishdan asosiy maqsad bo'lgan haj ibodatini yo'lga qo'yishdek buyuk baxtni ham ayni o'sha zotga ravo ko'rdi. Ana o'sha insoniyat tarixidagi eng ulkan hodisalardan biri
qanday kechganligini Haj surasining ushbu oyati karimalardan o'rganamiz. Biz Ibrohimga baytning joyini belgilab berib, menga hech narsani sherik qilma. Baytimni tavof qilguvchilar, ibodatda qoyim turguvchilar hamda ruku, sujud qiluvchilar uchun poklagin. Odamlarni hajga chaqir. Ular sen tomon piyoda, uzoq yo'llardan yurib, ozigan ulovlar ustida kelsinlar va o'zlariga bo'ladigan manfaatlarga shohid bo'lsinlar. Ma'lum kunlarda ularga rizq qilib bergan chorva hayvonlarni so'yishda Allohning ismini zikr qilsinlar. Bas ulardan yenglar va bechora va faqirlarga ham yegizinglar. So'ngra o'zlaridagi kirlarni ketkazsinlar. Nazrlariga vafo qilsinlar va qadimgi uyni tavof qilsinlar deganimizni esla. Haj surasining 26-29 oyati. Demak, Baytullohni qurish ishi Alloh taoloning o'zining bevosita ko'rsatmalari asosida bo'lgan. Hatto Ka'ba-i Muazzamani qayerga qurishni ham Alloh taoloning o'zi belgilab bergan. Belgilab berganda ham o'zining payg'ambari Ibrohim alayhissalomga belgilab bergan. Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan Alloh taoloning amriga muvofiq ko'rsatilgan joyga Baytullohni qurib bitirganlaridan so'ng Allohdan quyidagi farmon keldi: menga hech narsani sherik qilma. Ya'ni menga dunyodagi hech bir narsani sherik keltirma. Baytning egasiga shirk keltirish mumkin emas, uning sherigi yo'q. Baytullohning egasi Alloh taolo tomonidan uning quruvchisi Ibrohim alayhissalomga aytilayotgan bu sifatlar musulmonlarda mavjud. Demak, Baytullohga, Masjidul Haromga musulmonlar haqlidirlar. Ey Ibrohim, odamlarni haj ibodatiga chaqir. Eng uzoq yurtlardan ham kelsinlar. Piyoda yurib bo'lsa ham kelsinlar. Yo'l uzoqligidan, mashaqqatligidan ulovlari ozib xorib ketsa ham kelsinlar. Baytullohning egasi uning quruvchisiga shunday deb turgandan keyin birovning musulmonlarni undan to'sishga hech haqlari yo'q. Baytullohni haj qilishda har bir hoji uchun ko'plab dunyo va oxirat manfaatlari bor. Hajda ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy manfaatlar ko'p. Hajga keluvchilar avvalo Allohga ibodat qiladi. Taqvosi ziyoda bo'ladi. Qolaversa, bir-birlari bilan tanishadilar. O'zaro fikr va tajriba almashadilar. Foydali maslahatlar oladilar. Shuningdek, savdo-sotiq, tijorat ham qiladilar. Ularning bu manfaatlaridan bahramand bo'lishga haqlari borligini Allohning o'zi e'lon qilib qo'ygan. Haj pallasi Allohni zikr qilish avjiga chiqadigan mavsum. Bu mavsumning avji esa Eid kunlari bo'lib, unda zikr, qurbonlik so'yish jarayonida yana avjlanadi. Har bir hoji Allohning yo'lida barcha narsani qurbon qilish ramzi sifatida Allohning nomini zikr etib turib, tuya, mol, qo'y kabi chorva hayvonlarni qurbonlik qiladi. Qurbonlik qiluvchi hoji qurbonligidan o'zi yesa ham bo'ladi. Beva bechora, faqir fuqarolarga yegizsa ham bo'ladi. Masjidul Haromning egasi Alloh taoloning bu amriga qarshi musulmonlarni o'sha manfaatlardan, qurbonlik qilishdan, Allohning nomini zikr etishdan to'sishga Quraysh kofirlarining nima haqqi bor? Qurbonlik qilib bo'lganidan keyin hojiga ehromdan chiqishga ruxsat bo'ladi. Shunda uning uchun ehrom vaqtida mumkin bo'lmagan soch oldirish yoki qisqartirishga, qo'ltiq ostidagi va boshqa joylardagi tuklarni, tirnoqlarni olishga izn beriladi. Hoji bu ishlarni bajarib, yuvinib taranadi. Oyatda o'zlaridagi kirlarni ketkazsinlar deyishdan maqsad shu va qadimgi uyni tavof qilsinlar. Qadimgi uydan murod Ka'batulloh. Bu tavofni farz tavof, ifoza tavofi deyiladi. Bu tavofsiz haj bo'lmaydi. Shuni ado etishlik bilan haj ibodati ham tugaydi. Masjidul Haromning tarixi va unda qilinadigan amallar ana shulardan iborat. Alloh taolo u yerning hurmatini saqlashga chaqirgan. U yerda ma'lum ishlarni harom qilgan. Bunga hamma amal qilish kerak. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga qarigan chog'larida ato etgan Halim o'g'il Ismoilga bog'liq hodisalar ana shulardan iborat. Endi gapni boshqa tarafdan eshiting. Ibrohim alayhissalomning mehmonlari.
Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga Ismoildan boshqa farzand berishni ham iroda qilgan edi. Ana o'sha xursandchilik xabarni o'ziga xos bir uslubda yetkazishni iroda qildi. Bu holni bizga Zariyat surasidagi oyatlar ochiqlab beradi. Senga Ibrohimning karamli mehmonlarining xabari kelmadimi? Zariyat surasining 24-oyati. Ibrohim alayhissalom huzuriga kelgan mehmonlar yosh, xushro'y yigitlar suratdagi farishtalar edi. Ularni Alloh taolo karamli deb sifatladi, chunki ular Allohning huzurlarida mukarram edilar. Ibrohim alayhissalomning bundan xabarlari yo'q edi. Shuning uchun ham ular kirib u zotga salom berganlarida alik oldilar-da, tanimayotganlarini izhor qildilar. Ular uning huzuriga kirib salom deganlarida u salom notanish qavmlar dedi. Zariyat surasining 25-oyati. So'ngra ahliga borib semiz buzoqni pishirib keltirdi. Zariyat surasining 26-oyati. Ushbu oyatda Ibrohim alayhissalomning nihoyatda mehmondo'st zot ekanliklarini ochiq-oydin ko'rsatilmoqda. Huzurlariga notanish kishilar kelib salom berishlari bilan alik olib, mehmonlarga bildirmay, darrov ayollariga borib semiz buzoqni pishirtirib olib kelishlari saxiylik va mehmondo'stlikning yuqori darajadagi alomatlaridandir. Mehmonlar oldilariga qo'yilgan go'shtni yemay o'tiraverganlaridan so'ng Ibrohim alayhissalom buzoq go'shtini ularga yaqinroq surib, "Yemaysizlarmi?" dedilar. Farishtalar ovqat yemaydilar. Shuning uchun ular yana ovqatni yemay o'tiraverdilar. Odatda mehmon mezbondan norozi bo'lsa, unga yomonlikni ravo ko'rsa, ovqatini yemaydi. Shuning uchun ham Ibrohim alayhissalom ulardan xavfsiradi. Ular qo'rqma dedilar va unga ilmli o'g'il bashoratini berdilar. Zariyat surasining 28-oyati. Ya'ni Ibrohim alayhissalomda taomlarini yemayotgan mehmonlardan qo'rqish alomatlari paydo bo'ldi. Buni mehmonlarning o'zlari ham sezdilar-da, u kishiga "Qo'rqma, biz Alloh tarafidan yuborilgan farishtalarmiz. Senga bir ilmli o'g'il farzand ko'rishingni bashoratini olib keldik", dedilar. Bu gaplarni Ibrohim alayhissalomning xotinlari ham eshitib turgan ekanlar. Ma'lumki, Ibrohim alayhissalom 90 yoshlarigacha farzand ko'rmaganlar. So'ngra kichik xotinlari Bibi Hojar onamizdan Ismoil alayhissalomni ko'rganlar. Undan so'ng hozir hikoya qilinayotgan hodisalar bo'lib o'tgan. Bashorati berilayotgan farzand Ishoq alayhissalom. Ayol esa katta xotinlari Bibi Sora ekanligi oyat siyog'idan bilinib turibdi. Ibrohim alayhissalomning xotinlari o'zlarining tug'masliklarini yaxshi bilardilar. Buning ustiga qarib qartayib farzand ko'rishdan butunlay umidlari uzilgan edi. Shuning uchun ham xabarni eshitib dahshatga tushdilar. Odatda xotinlari biror g'ayri tabiiy xabarni eshitsalar, hayrat va taajjublarini "Voy sho'rim" deya yuzlariga shapatilab yoki shunga o'xshash xatti-harakatlar bilan ifodalaydilar. Shu singari Ibrohim alayhissalomning xotinlari ham o'z yuzlariga shapaloq bilan urdilar. Chunki bu Allohning amri ekanini, xabarni farishtalar keltirganini u kishi anglay olmagan edilar. Bu haqiqatni u kishiga farishtalarning o'zlari anglatdilar. Ular "Sening Robbing shunday" dedi. Albatta, uning o'zi hakim va olimdir, dedilar. Zariyat surasining 30-oyati. Ya'ni farishtalar Ibrohim alayhissalomning ayollariga "Bunaqa dahshatga tushma, ajablanma ham. Bu gaplarni sening Parvardigoring aytdi. U hamma narsaga qodir xohlasa, tug'masa ham, qari kampirga ham farzand beraveradi" degan ma'nodagi gapni aytdilar. Dar haqiqat shunday ham bo'ldi. Alloh katta yoshdagi ikki qari bandasiga ilmli, keyinchalik payg'ambar bo'ladigan Ishoq ismli o'g'il farzand berdi. Alloh taolo ota-onaning qo'shilishidan farzand dunyoga kelishini asosiy qoida qilib qo'ygan. Bu qoidaga kishilar shunchalik o'rganib ketishganki, ko'plari haqiqiy yaratuvchi Alloh ekanini unutib, ish faqat er xotin bilan bitaveradi degan buzuq aqidaga ham boradilar. Bandalar Allohni esdan chiqarmasliklari uchun yaratganning o'zi ba'zi hollarda yuqoridagi qoidani buzib turadi. Ba'zi kishilarga faqat o'g'il beradi.
qizga zor qilib qo'yadi. Ba'zilarga faqat qiz beradi. Ular o'g'ilga zor bo'lishadi. Ba'zilarga o'g'il qizni aralash beradi. Ba'zilarini esa butunlay farzandsiz qilib qo'yadi. Demak, xotinning qo'shilishi asosiy omil emas. Allohning irodasi asos ekanini mazkur holatlar doimo esimizga solib turmog'i lozim. Qarib qolgan ayollarning tug'masligi ham umumiy qoida. Ayniqsa ular yoshliklaridan tug'mas bo'lib o'tgan bo'lsalar, bu ham kishilarning ongiga singib ketgan. Hatto Ibrohim alayhissalomdek ulug' payg'ambarning ayollari ham bu qoidadan tashqariga chiqishni xayollariga sig'dira olmadilar. Lekin Allohning o'ziga hamma narsa oson. Buni hech qachon unutmaslik kerak. Mehmonlarning kim ekanini ochiq-oydin bilib olgan Ibrohim alayhissalom ularga savol bera boshladi. U: "Ey elchilar, sizning ishingiz nedir?" dedi. Zariyat surasining 31-oyati. Ibrohim alayhissalom mehmonlar farishtalar ekanliklarini bildilar. Ulardan Alloh o'zlariga ilmli o'g'il farzand berishni iroda qilganligi haqidagi xushxabarni ham eshitdilar. Lekin ulug' payg'ambar bo'lgan u zot bu farishtalarni boshqa ishlari borligini sezib turgan bo'lsalar kerak. Ulardan: "Ey elchilar, sizning ishingiz nedir?" deb so'radilar. Ular: "Albatta, biz jinoyatchi qavmga yuborilganmiz." Zariyat surasining 32-oyati. Ularning ustidan loydan pishirilgan toshlarni tashlash uchun Robbing huzurida isrofchilar uchun belgilab qo'yilganlarni dedilar. Zariyat surasining 33-34-oyatlari. Oyatdagi jinoyatchi qavmdan murod Lut qavmidir. Bu qavm insoniyat tarixida bo'lmagan ulug' jinoyatni sodir etgan. Ular o'zlariga erkak bilan erkakning jinsiy aloqa qilishni ravo ko'rdilar. Bu jinoyatdan ularni payg'ambar Lut alayhissalom ko'p qaytardilar, lekin samara bermadi. Oqibatda ular Allohning azobiga duchor bo'ldilar. O'sha jinoyatchi qavmga Alloh taolo iroda qilgan azobni ketkazish ushbu Ibrohim alayhissalom bilan suhbatlashib turgan farishtalarga topshirilgan edi. Shu bilan birga ularga yo'l-yo'lakay Ibrohim alayhissalomga ilmli o'g'il bashoratini berib o'tish ham topshirilgan edi. Ammo Ibrohim alayhissalom ularni savolga tutib qolganlaridan keyin o'zlarining bajarishlari lozim bo'lgan asosiy ishlari haqida ham axborot bera boshladilar. Aslida biz Alloh taolo tomonidan jinoyatchi Lut qavmiga yuborilganmiz. O'sha jinoyatchi qavm a'zolari ustidan loydan pishirilgan qattiq toshlarni tashlab o'ldirishimiz kerak. O'sha loydan pishirilgan qattiq toshlar Alloh taolo tomonidan isrofchilar uchun belgilab qo'yilgan ba'zi rivoyatlarda aytishlaricha, har gunohkorni o'ldirish kerak bo'lgan toshga uning ismi yozilib qo'yilgan edi. Ishoqning berilishi. Yuqoridagi Ibrohim alayhissalomga farishtalar tomonidan xushxabari berilgan ilmli farzand Ishoq edi. Bu ma'noni As-Saffot surasi ochiq-oydin bayon qiladi. Yana biz unga solihlardan bir payg'ambar bo'lajak Ishoqning xushxabarini berdik. As-Saffot surasining 112-oyati. Ibrohim alayhissalomning Alloh taolo tomonidan mukofotlanishlari yuqorida zikr etilgan narsalar bilan kifoyalanib qolmadi. Alloh taolo u kishiga yana bir o'g'il ko'rishlari, uning ismi Ishoq bo'lishi, u ham solihlardan, payg'ambarlardan bo'lishining xushxabarini berdi. Ammo bu bilan ham kifoyalanmadi, yana ziyoda qildi va unga ham Ishoqqa ham baraka berdik. Ikkovlarining zurriyotidan go'zal amal qilguvchi ham, o'ziga ochiq-oydin zulm qilguvchi ham bo'lur. As-Saffot surasining 113-oyati. Ya'ni Ibrohimga ham, Ishoqqa ham baraka berdik. Ularning naslidan payg'ambarlar chiqadigan qilib qo'ydik. Baraka shundan iborat. Ikkovlarining zurriyotidan kim o'sha payg'ambarlarga ergashsa, go'zal ish qilgan bo'ladi. Qaysi biri ergashmasa, o'ziga o'zi ochiq-oydin zulm qilgan bo'ladi. Ibrohim alayhissalomning fazilatlari. Qur'oni Karim Ibrohim alayhissalomning shaxslariga, qissalariga alohida e'tibor qaratganini o'rganib chiqmoqdamiz. Kalomi ilohiyda u zotning qissalari, faoliyatlari va da'vatlaridan tashqari shaxsiy fazilatlari ham batafsilroq yoritiladi.
Keling ana shu masalaga tegishli ba'zi oyat-i karimalarni o'rganib chiqaylik. Alloh taolo Nahl surasida Ibrohim alayhissalomni vasflarida quyidagilarni aytadi. Albatta, Ibrohim Allohning itoat qilguvchi, haqqa moyil ummati edi, mushriklardan bo'lgan emas. Nahl surasining 120-oyati. Ushbu oyati karima Ibrohim alayhissalomni ummat deb atamoqda. Bu oyatdagi ummat so'ziga imom hamda millat ma'nolari berilgan. Ikkinchi ma'noga kelsak, Ibrohim alayhissalom bir o'zlari butun boshli bir millat ummatga teng kelgan degan ma'noni anglaymiz. Agar ummatdan imom ma'nosini olsak, yo'lboshchini tushunamiz. Dar haqiqat bir ummatni to'g'ri yo'lga boshlovchi imomga unga ergashganlarning ham ajr savob beriladi. Shuning uchun ikki ma'no bir-birini to'ldirib keladi deb har ikkisini ham olavergan ma'qul. Ibrohim alayhissalomning yana bir sifatlari Allohga itoat qilguvchi, unga bo'ysunib ibodat qilguvchi ekanlaridir. Boshqa bir sifatlari haqqa moyil ekanliklaridir. Ya'ni haq dinga moyil bo'lganlar, noto'g'ri yo'llarga yurmaganlar. Eng muhim sifatlari mushriklardan bo'lgan emas. Shunday ekan, u kishini o'z rahnamolari deb da'vo qilayotgan arab mushriklarida Ibrohim alayhissalomning qaysi sifatlari bor? Birortasi ham yo'q-ku. Shuningdek, ularda Ibrohim alayhissalomning keyingi oyatlarida keladigan sifatlari ham yo'q. Uning ne'matlariga shukr qilguvchi edi. U zot uni tanlab oldi va sirotul mustaqimga hidoyat qildi. Nahl surasining 121-oyati. Ibrohim alayhissalom Allohning ne'matlariga ham so'zlarida, ham amallarida shukr qilguvchi edilar. Mushriklarga o'xshab og'izda tan olib, amalda boshqacha ibodat qilib kufr keltirmas edilar. Ushbu sifatlari uchun Alloh Ibrohim alayhissalom tanlab oldi va to'g'ri yo'lga hidoyat qildi. Iymoni va shukr qilgani tufayli, mazkur go'zal sifatlarga ega bo'lgani tufayli bu dunyoda u ko'plab yaxshiliklarga erishdi. Oxiratda esa albatta ahli solihlardan bo'ladi. Demak, ikki dunyoning saodatiga erishishi muqarrar. Alloh taolo Niso surasida Ibrohim alayhissalomni o'ziga do'st xalil qilib olganini butun olamga e'lon qiladi. Yaxshilik qiluvchi bo'lgan holida yuzini Allohga taslim qilgan va Ibrohimning to'g'ri diniga ergashgan kimsaning dinidan ham yaxshiroq din bormi? Va Alloh Ibrohimni do'st tutgan edi. Niso surasining 125-oyati. Ushbu oyatdagi savol bir narsani bilish uchun berilayotgan savol emas, balki bor narsani iqror qilish uchun aytilayotgan tasdiq savolidir. Ibrohimning to'g'ri diniga ergashish ham musulmonlikdir. Allohga yuzini taslim qilish iborasi har bir ishni iymon bilan Parvardigori olamga ixlos qilgan holda bajarishga aytiladi. Qilgan yaxshi amalning qabul bo'lishiga iymon qanchalik shart bo'lsa, ixlos ham, ya'ni ishni Allohning roziligi uchun ixlos bilan ado etish ham shunchalik shartdir. Ibrohim alayhissalomning millati dini islom edi. Alloh taolo boshqa oyatlarda ham bu haqiqatni bayon etgan. Demak, oyatda islomdan o'zga haqiqiy din yo'q deyilmoqda va bu dinga odamlarni yanada qiziqtirish uchun Ibrohim alayhissalomni Alloh taolo o'ziga do'st tutganini ta'kidlamoqda. Shuning uchun ham Ibrohim alayhissalom Halilulloh laqabini olganlar. Ibrohim alayhissalomni Hud surasida ham ajoyib sifatlar ila vasf qilinadi. Albatta, Ibrohim halim, tazarruli va u zotga tez qaytuvchidir. Hud surasining 75-oyati. Halimlik sifati g'azabga sabab bo'ladigan hollardan chetlanuvchi, bosiq va tez achchiqlanmaydigan kishiga nisbat beriladi. Tazarruli deb tarjima qilgan so'zimiz oyati karimada avvoh deb kelgan bo'lib, ko'p oq uruvchi, juda taqvodor, tazarru ila ko'p duo qiluvchi shaxs degan ma'noni anglatadi. Oyatdagi munib sifatini u zotga tez qaytuvchi deb tarjima qildik. Bu ham har bir narsada Robbiga tez qaytuvchi shaxs deganidir. Qur'oni Karimda Ibrohim alayhissalomning ushbu sifatlari bir necha bor takrorlangan. U zotning ayni shu sifatlari doimo Alloh taologa tazarru ila duo qilishga yetaklardi. Qur'oni Karimda Ibrohim alayhissalomning halimlik, avvohlik va muniblik ila qilgan durdona duolaridan go'zal namunalar kelgan.
Ibrohim alayhissalomning duolari. Ibrohim alayhissalom va u kishiga ergashgan mo'minlarning Mumtahina surasida kelgan Alloh taologa iltijolari. Ey Robbimiz, faqat senga tavakkal qildik. Faqat sengagina qaytdik va qaytib boradigan joy ham faqat sengaginadir. Mumtahina surasining 4-oyati. Ya'ni ey Robbimiz, biz barcha ishlarimizda faqat sening o'zingagina suyandik. Gunohlarimizdan tavba qilib faqat sening o'zingagina qaytdik va oxiratda ham qaytib boradigan joyimiz faqat sening. Shuaro surasida kelgan duolari. Ey Robbim, menga hikmat hadya et va meni solihlarga qo'shgin. Shuaro surasining 83-oyati. Ey Robbim, menga hikmat ilm bergin. U bilan to'g'rini noto'g'ridan, yaxshini yomondan, foydani zarardan ajratadigan bo'lay. Ibrohim alayhissalom ulug' payg'ambar bo'la turib, Allohdan o'zlarini ahli solihlarga qo'shishni so'rashlari ulkan kamtarinlik namunasidir. Ayni chog'da u zot ahli solihlarning martabasini ham ko'tarmoqdalar va menga keyin kelguvchilar ichida sodiq maqtovlar bo'ladigan qilgin. Shuaro surasining 84-oyati. Ya'ni o'tib ketganimdan keyin ham odamlar meni qiyomatgacha yaxshilik bilan eslab yuradigan qilgin demoqdalar va meni Naim jannati vorislaridan qilgin. Shuaro surasining 85-oyati. Va otamni mag'firat qil, albatta u adashganlardan bo'ldi. Shuaro surasining 85-86-oyatlari. Ibrohim alayhissalom o'zlarining kofir otalari haqqiga otaning Allohga dushmanligi ayon bo'lmasdan oldin duo etib mag'firat so'raganlar va qayta tiriltiradigan kunda meni sharmanda qilmagin. U kunda na mol manfaat berar va na bolalar. Shuaro surasining 87-88-oyatlari. Magar kim Alloh huzuriga toza qalb ila kelsa, o'sha manfaat topar. Shuaro surasining 87-89-oyatlari. Endi Ibrohim alayhissalomning fazilatlari haqida kelgan hadis-i shariflardan birini ham zikr etishga ijozat bergaysiz. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: menga anbiyolar ko'rsatildi. Qarasam, Muso shanualik erkaklarga o'xshagan odam ekan. Iso ibn Maryam alayhissalomni ko'rdim. Qarasam, ko'rgan odamlarim ichida Urva ibn Mas'udga juda ham o'xshash ekan. Ibrohim Allohning unga salovatlari bo'lsinni ham ko'rdim. Qarasam, ko'rgan odamlarim ichida sizning sohibingizga o'xshar ekan. Ya'ni o'zlari sallallohu alayhi va sallam. Jabroil alayhissalomni ko'rdim. Qarasam, u ko'rgan odamlarim ichida Dihiyatu ibn Halifaga o'xshar ekan dedilar. Muslim rivoyat qilgan. Ushbu hadis-i sharifga sharh berib o'tamiz. Ushbu rivoyatda zikr qilinayotgan ko'rsatilish Isro kechasi Muhammad sallallohu alayhi va sallam osmonlarga chiqqanlarida bo'lgan. Urva ibn Mas'ud roziyallohu anhu bug'doy rang, sochlari yelkasiga tushgan go'zal inson bo'lgan ekanlar. Dihiyatu ibn Halifa roziyallohu anhu Dihiyatul Qalbi nomi ila mashhur sahobiy bo'lganlar. U kishi roziyallohu anhu go'zal xindomli zot bo'lganlar. Bu yerda Ibrohim alayhissalomning tashqi qiyofalari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'xshashligi fazil sifatida zikr qilinmoqda. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Nabiy Ibrohim alayhissalom qadimda 80 yoshlarida o'zlarini xatna qildilar dedilar. Ibrohim alayhissalom 175 yil umr ko'rganlaridan so'ng bu dunyoni tark etdilar. U zotni oila a'zolari Al-Makfila nomli g'orga zavjalari Bibi Soraning yonlariga dafn qildilar. U joy hozirda Falastinning Halil shahridadir. Ya Rabbi inni as'aluka al-afwa